Pichina deb ataydiganmiz tuqqanlar. Qarisi bir go'zal, yesi bir lazzat, tashida ichigacha huzur bag'ishlaydi. Jumi par shunchalik chiroyli, bir yesa lazzatini hargiz unutmaylar. Amis ichida nima bor? Buning bilan ko'rpaqayning avval seriqmay bilan uni tuguralatga keltirib olamiz. Jumi aka qolgan materiallarni to'kib xamiralib qaytib olamiz. Men o'zlarga bir tax texnika o'lchamin dapri tuqqanlar qog'ini shunqarta qislar bo'ldi. Jumi seriqmay 100 gram, xam qaymoq 50 gram, qatiqti 100 gram, podafin 5 gram, suda 5 gram, un 300 gram. Xumda bitta chaqib bo'shayra xamir jug'urib olamiz. Ishlatganim Amiri 5 ni xoli yeşil o'lchimidagi oshxonani. Nurg'un do'stlar 5 ni xoli degan nimani ko'rsatdi deb xamirlik tarkibdan xoli, oziqlik ko'yishdan xoli, supasiz bug'doydan xoli, bulg'algan suvdan xoli, bulg'algan muhitdan xoli holat pishiqlab ishlangan anur o'g'rimizda tuqalib. Andi buni ichiga oldiga qiymama shunchalik quvvatlikka mana tuqalib. Bug'doy cho'ngligida ushaqlarga yangi xalsing mag'izi bir so'sim bo'ldi ekan, mag'izlarniki. Andi resma qurg'uzimni biz kichikiltib oldik. Aka halsal maqat-qatlarni o'g'uva şunun qayt qo'ydiqchi bu zayva ketmege deb qatmaslarni qasam bo'layverdi tuqqanlarim. Am bularni bizga bu yerda ko'rsatib parda qisida rejissor va tuqqanlarni yerda bu kimda desangizlar uzun yillar avvalgi qumul sharchidagi 11-boshlang'ich vaqti shuni qarshi tarafida dal qarshi tarafida jimi Nora tortlari deb har xil tortishliqlarni qildi. Bizniki allurisab ashliqlarimizni mishiltit qilib yilda ashli suhbatlarni chataq yo'qchimi har xil marakalarga zakaz oldi. 136 77 59 36 65 degan nomer bilan aloqa qilib to'xtashga ustamni izlayman deslar bo'ldi. Tuqqanlar. Amasi mush ustamniki ajriga bitta yurak berib jiq kunlar yo'llab qo'ysalar, sevib tuqqanlarim har bir kunlar mush pichindek tatbiq o'tketki. Xamirni 20 gram atrofida zugul qo'yib aka yayimiz jimsa so'zincha g'ariq yaysak bo'ldi. Aka quvvatli qiymamizni ap tugimiz. Bek bo'shlik qo'ymayni, ikki uchini ma ikki tarafga egivarak, chimdivariq, ching'ariq tugimiz. Andi ustiga shakar milisaq tayyor bo'ldi deyaga qo'shamiz. Asti ustini 180 gradusga tashib 25 minut atrofida pishiramiz. Mana tuqqanlar qarslar ismi jismiga loyiq shunchalik chiroyli qo'rg'ib pichinimiz tayyor bo'ldi. Cho'nglarga